Manda kechasi kech uxlaydigan va ba'zida choy ichib oladigan odat paydo bo'lgani uchun mana shunday belim atrofi, qornim atrofiga lishning yog'i yig'ildi. Lekin Home Life'ni guarana kofesini hech qanday diyetalarsiz iste'mol qildim. 19 kunlik natijamni ko'rib turibsiz. O'z-o'zidan demak yog'larim ketdi. Men juda ham xursandman guarana kofesidan. Natijani o'zimda sinab ko'rdim. Hammaga tavsiya qilaman. Manda kechasi kech uxlaydigan va ba'zida choy ichib oladigan odat paydo bo'lgani uchun mana shunday belim atrofi, qornim atrofiga lishning yog'i yig'ildi. Lekin Home Life'ni guarana kofesini hech qanday diyetalarsiz iste'mol qildim. 19 kunlik natijamni ko'rib turibsiz. O'z-o'zidan demak yog'larim ketdi. Men juda ham xursandman guarana kofesidan. Natijani o'zimda sinab ko'rdim. Hammaga tavsiya qilaman.